Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa navbatdagi obyektimiz Navoiy Zarmetanga bitqazdik. Darvozamizni bitta ko'rib bahoni bera olamiz. Mushni holatda chiqdi. Materiallar ham o'ta gigant razmerlarda ham bo'lgan. Darvozamizni razmerimiz gigant razmerda bo'lgan. Juda ham katta bahaybat darvoza bo'lgan desa ham bo'ladi inshaalloh. Dekoratsiyalarga ham, biliskilarga ham ahamiyat beramiz. Lakini sepganimiz yo'qmiz hozir. Qorong'i bo'lmasdan bitta obzorni qilib olaylik dedik inshaalloh. Xo'p. Ko'p gapirib o'tirmaymiz darvozamiz haqida. Materiallarni qisqacha tanishtirib ketaman. 14lik Chevrolet gir aylanasi, 1.8lik 2 qavat, plisovoydan o'rtalarga yupqa chiroyli ishlardan qo'yib berilgan. Mana bu gullarni ham ko'rnischilar uchun urib yasab qo'yib berganmiz. Darvozamiz adnalchkalari ham gigant razmerda bo'lgan. Ahamiyat beramiz. Darvozamizda 30 sm chiqarmamdi eni qilib berganmiz. Shapka kazurik sifatida bo'lib qo'yamiz darvozamizga. Yon taraflari ham 40 cm adnalchkalari bo'lgan. Darvozamizni общий razmeri 520 ga, 515 ga to'xtagan, balandligi 4.7 ga to'xtagan. Ahamiyat beradigan joyi inshaalloh. Agar mashina ishlab kerak bo'lsa, ekranda raqamli telefon qilsalaring, ishlarni tez va qattiq sifatda bitkazib beramiz. Xo'p, narxlarni ham bitta tanishtirib ketamiz. Narxlarni ham ahamiyat beramiz. Hamyon bo'lgan, juda ham bir chiroyli narxda qilib berganmiz. Narxlarni videoni oxirigacha ko'ringlar. O'tib ketamiz. Darvozamizning uzoqdan ko'rinish video ham inshaalloh. Uchastkamizni ham juda ham chiroyli hisob qo'yishgan ekan akamiz. Bu tarafga ahamiyat bermaymiz, qo'shni bu.